Mana traktor E12'larda maytaxunga ustitir orqa kalonkalarida mabodo chiqmagan bo'lsa sim. Mana traktor bir kalitliida orqa ikki eshikka oldiga chiqqan ekan, orqa ikki eshikka chiqmagan ekan sim. Shunga qanday ulanishini aytib o'tamiz. Mana monitorni olinmaydi, monitorda yechib yurmanglar ovora bo'lib. Monitorda mana bardachoy tayda blok tanasi bo'ladi, mana ustitirchasi через mash orqali ishlaydi. Mana monitordan past tok bo'lib, misol 3 volt, 2 volt bo'lib miyaga tushadi. Mana mayda turadi, miyasi bardachoy tayda mana shu yerda yonboshmacha biz pastga tushirib olganmiz. Mana bu narsa shunga monitordan prямо ovozlar ham yo'q, ular boshqaruvchi qaysidir simlarda, mayda toklarda, yomon shteklarda katta ikkita shtekil degan tushunmaylar. Ichida mayda to'p, ya'ni kichkina shtekillar simlari bor ekan. Ular antenalari, bu nimalar через mashina simda tushsa bunga keyin bunga kalonkalar chiqib ketadi. Ikki eshikka mana bu ikkovidan o'ng tomonga chiqyapti. U ikki o'ng tomon eshikka, bu ikkovidan mana заводской holati. Ikkita oldiga chiqargan xolos, заводской holati. Mana o'ng mana ikki bitta o'ng tomonniki bo'lsa, bu ikkovi chap tomonniki, nari shopir tomonniki. Bu pishalka ikkoviga chiqqan, mana bu pishalka hisoblanadi, bu kalonka hisoblanadi. Mana ikki oldida kalitli variantda birinchi pozitsiyasida shuna chiqarilgan ekan, miyadan monitordan прямо ovoz ko'tarib, xullas nima yaxshilab прямо kalonkaga ketmaydi. Mana misol maytan xulasiga kalonkaga ketadi, unaqa emas bularga. Umuman inomarka mashinalarga ham через mashinaga blok tanasi bo'ladi. Qanaqa mashina bo'lsa ham, misol bundan buyoq chiqadi elektromobil, inomarka avval eskidan bor bunaqa narsalar. Endi bulardan shuna chiqqan, monitordan prямо olib ketib ulamaysizlar. Ustitirga boshqa monitor kuyib qoladi. Yo, miyani kuydirib qo'yishlari mumkin. Chunki bundan kelayotgan toklar past tok ishlaydi. 2 volt, 3 volt, 5 volt deganda shunaqa narsalarga ishlaydi. Bunga ochib bunaqa yurmaysizlar, bundan umuman tokka shug'ullanmaysizlar. Mana mashina bilan boshqariladi, mana bu bilan. Mashinaga tok kiradi, через mashina monitor ishlaydi, через mashina bilan. Shu miyachasi mana mayda turadi. 12i tracker ikkovi bir xil bo'ladi. Mana shu yerda turadi mana joyi. Miyachasi desa ham bo'laveradi mana shu. Mana mashinalarda misol bittasi antena, bittasi USB mana unaqaniki bo'lsa, misol mana USB larki bo'lsa, bu ikkovi mana ularda ichida bitta ikkita qilib chiqarib qo'ygan bilan, buni ichida ko'pgina tolida har xil simlar bor. Buni ichidan olsanglar tili ko'pmaydi. Bitta tomoni plyusovый variant bo'lsa, bitta tomoni minusovый variant. Monitordan прямо kiradi bunga, ovoz ko'tarib, ovoz tushirish hammasiga monolarda chiqib ketadi mana ularda. Monolarda endi qanaqadir toklar keladi. Mana bizda hozir 4 ta sim chiqqan ekan, endi o'zi 4 ta sim chiqqan ekan, ikkita kalonkaga chiqqan ekan oldiga. O'zi 4 ta chiqarish kerak, miyadan chiqmagan ekan. Endi bundan olamiz desak, monitordan ham kelmagan ekan, tekshirtirdik, monitordan ham kelmagan ekan. Shuning uchun biz ikki variantida manaqa ustitir qo'yapmiz bunga. Manaqa narsa bilan mana qo'yasizlar ustitirchasini, mana через mash orqali qo'yasizlar mana. Ustitir chereziga ulayman desanglar, mana ustitir cherezi mana ikki oldi kalonkanikidan ulanadi. Bu ikkita sim nimaniki demoqchi bo'lsanglar, bu ikki orqa eshikka olib ketganmiz. Ustitirga u qovun kalonkadan orqaga qo'yganmiz. O tepaga qo'yganmiz ustitir bilan, o ko'ta tomonda hozir ko'rsatamiz bo'ladigan bo'lsa, shu tepaga qo'yganmiz ustitirda. Mana ikki oldiniki mana. Orqaniki oldin simini olganmiz. O'ng tomon, chap tomon. Orqaga olib o'tganmiz buni. O'ng tomon bo'lsa, nar tomon, shopir tomon, chap tomon mana. Qarasam, shu o'ng tomon sim eshiklarga. Mana через ustitirga orqaga qovun kalonka qo'yganmiz. Shunga ustitirga mana ular mana narsa bilan ulayapmiz mana. Maydan ligrovkalari bo'ladi, atyoka kichkina atyoka ligrovka qilsanglar bo'ladi. Bo'ldi, shunday ulanadi mana. Mana sarig'i bilan mana xullas mana shu tomondagi o'ng tomon, bu tomonda chap tomon mana. O shtekirda. Mana ikkita shtekir bor bunda mana. Mana bu tomonda esa teshiklarda teshiklar ko'rinib turgan bo'lsa mana. Mana sarig'i bilan ko'k bitta kalonka, o'ng tomon bo'lsa mana jigaran ko'k yo'li bor. Mana ko'k ikkinchi tomon kalonka, chap tomon shopir tomon kalonkasi mana mana shu shtekirda bo'ladi mana. Trekkerlar 12'larda efirlarni chiqarmaylar mana. Qo'ymagan ustalar bo'lsa, endi yosh ustalar bo'lsa, u ham endi life hack deydimi?
Shogird bolalarga video qilib beryapmiz hozir. Shunday ulanadi. Endi ustitirchani ham ulanishini ikkinchi video qilib bo'lsa ham olib beramiz. Shunday ulanadi mana. Biz ustitr kabelini naryoqdan olib kelganmiz mana. Cherezni mana ulab qo'ydik. Mana bu yarim zamok yo bo'lmasam o'sha birinchidan to'k olamiz. Yarim zamok, ya'ni perikrutor ishlaydigan, ulaydigan olib olganmiz mana. Cherezlarni olib kelib qo'yganmiz. Buni ham o'ng tomon, chap tomon larasi bo'ladi. Mana bunisi qizilini, cherez qizilini o'ng tomon qildik, yana o'ng tomon qildik. Nari ustitirdan o'ng tomon mana unisini chap tomon qildik. Unisini chap tomon qildik men qorasini. Shunda ulanyapti mana. Mana ustitirda pilusini mana mayda mana blok pirdan hatilar mana shishali mana olib kelganmiz. Maydan ulab qo'yganmiz mana. Mana maydan ulab qo'yganman, tagiga ulab qo'yganman. O'tyapti mana kabel mana shisha pirdan hatilar mana ustitirdik mana. Orqaga olib ketgan ustitirchani. Kenworth 500 vattlidan qo'yilyapti unga, mana. Mana shu yerda pastdan to'kib olib, undan o'tgan pilusdan mana shu yerda qatirib qo'yaman tagiga. Trektor mashinamizda mana. Mana ikki qovun kalonkaga mana ustitr qo'yilgan, mana tag tomonida mana trektor mashinasida mana ustitrchasi mana. Cherezi mana mayda olib kelganmiz. Mana RS qizil dedik, mana o'ng tomoni R, L deb qo'ygan mana. O'ng tomon RS, L chap tomon degani mana. Mayda ligrovkalari bor. Bu yerda ulanishlari mana. Bu kalonkada mana qovun kalonkada bunday abit tepada abityapmizda. Mana menga ulaganmiz mana. Mana buni ham levi pravi qo'ygan mana shu o'ng tomon chap tomon qilib qo'yganmiz. Mana kalonkalar sama endi buni hozir aytib o'tamiz. Biz asosiy ma'nosini aytib o'taylik. Mana sizlarga cherezani aytdik mana. Ganada yozuvda teskari bo'lib qolyapti endi. Ganada yozuv pastdan minus qilganmiz, massa hisoblanadi. Buni batareyka qilib qo'ygan akkumulyator hozir to'kidan olib kelganlar. Predator shishali predator va shu akkumulyator to'kidan olib kelganmiz. Hali birdan birovdan olib qo'ydim, ko'rsatdim uni ham. Trekker avtomobilimizni mana batareyka pastdan to'kib olganmiz. Mana ganada mana shu pastdan minus kuzovdan olganmiz buni. Mo rem deyiladi. Ko'proq mana unda R kun deb yozib ekan. Bu yarim zamali cherez bilan blokdan yana oldiga olib borganman. Endi o'ylayman yarim zamokka ulab qo'yamiz buni. Yo'qsa maytaxundan chiqib turgan boshqa maytaxunlar ulasanglar, antenani to'ch chiqarib beradi. Shunga ulasanglar maytaxun o'chib yonganda ulasanglar bo'ladi. Lekin ko'proq yarim zamokka qilib qo'yamiz buni. Rem hisoblanadi. Ko'proq rem ulanadi. R kon mana shu yarim zamok hisoblanadi. Ganada pastdan minus kuzov massa yo olganingizdagi massa olasiz. Minus akkumulyatorda olasiz. Bu batareyka pastdan to'k 12 volt pilusan qilib qo'yadi. Buni ko'proq anaqa bo'lishi ham mumkin. Shu pastdan to'k hisoblanadi. Birdan aytdilar. Keyin o'ncha kalonkaniki mana. Kenworth kalonka. Mana magnet kichkinasidagi mana Vietnam. Shunday bo'ldi mana. Xullas bu bitta kalonka hisoblanadi, ikkinchi kalonka hisoblanadi mana shu ikkovi. Biz uni 4 ta qilganimiz, ikki eshikni mashinani olib qo'ydik, hali olib kelgan naryadamizni uzib qo'ydik. Mana cherez ustida ulaydigan qilib qo'ydik. Mana ikki orqa eshikniki, mana oqlarda kelgani moqladiga yana ikki orqa eshikdan olib bordik. Mana chap tomon o'ng tomon qilib mana kalonkaning simi mana o'zining ko'tidan olib chiqqanimiz, u ko'rinib turgan bo'lsa mana olib chiqib ulab qo'yganmiz. Uni chap qilib mana olib kelib qo'yganmiz, mana ulab. Bu bitta kalonka, mana bu ikkinchi kalonka. U eshikdan ham shunday kelgan mana. Simimda olib o'tganman mana cherezi ham.